Assalomu alaykum. Kanalımıza obunachilar, barcha-barchalaringizga xayrli kun tilab qolamiz, qadrdonlar. Bugun 2026-yil 5-may sanasi. Hafta gününe 2-gün, seshanba günü bo'ladi, qadrdonlar. Sizlarman bugun xudo xohlasa bir oldin ham bu usta haqida qisqacha bir videorolik qilganmiz. Bugun ham xudo xohlasa mana shuning xizmatlar kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Men ekran ostida ham telefon raqamini qo'yaman. Sizlar uchun bir foydali, manfaatli videorolik qilyapman do'stlar. Tomosha boraverasizlar. Assalomu alaykum. Adilbek aka. Bemalol obunachilar bilan salomlashishingiz mumkin. Obunachilar bilan salomlashib Siz omonmisiz? Sog'liqlar zo'rmi? 7 kishiga 70 hunar oz deganning Adilbek aka har sohadan boshinglang, xudo xolasa. Qani endi nechik xizmat turlarini amalga oshirasizlar, xudo xohlasa. Shular haqida bir obunachilarimizga bir qisqacha. Bizlar ina shuni demirlik ishlar bo'lsa aytamiz. Navoiy ina shuni ko'chma do'konlar, mana boshqasi bu. Demirlik ish bo'lsa aytamiz, hammasini net qo'yamiz. Xudo xolasa qadrdonlar shu ekranda ko'rib turgan Navisni ham siz qilgansiz-a? Ava, ina shunda ikkilis qoldi, ikkilisini ham qaqsaq olib o'rni olib o'tadi ham. Navisang? Ava, bu do'kon bu ina ko'chma do'kon. Bu ko'chma do'kon hisobi-a? Xudo xolasa yozda salqin, qishda issiq bo'ladigan o'tibitlar ham kelibdi. O'tibitlarni ichida qo'yib uzatamiz. Xudo xolasa. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganlaringizdek, siz bundan tashqari temir panjaralarni uzatasiz, demir eshiklarni ham uzatasiz, sahrang, darvozalarni uzatasiz. Shular haqida o'zingiz ayting axir. Demir eshik, darvoza, har xil naqshli darvoza, navoiyda hammasini uzatamiz. Endi Adilbek ham hurmatli kuzatuvchilar, alashtirmayapsizlar, bir kamskum, ko'p gaplanmaydi bo'g'amiz. Endi yana bir bratimiz bor, xudo xolasa. Bom universal usta bu. Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan usta bo'lar-a? Voh, siz Qozog'istonda. Nima yaxshi. Hurmatli kuzatuvchilar, bu yer Amirshoh kafesi. Amirshoh kafesida bo'lib turibdi bu qurilish ishlari. Adilbek ham shu yerda ishlab turibdi. Bu Navisdan ham o'zlari qildilar. Buni ham o'zlari qilib turibdilar. Undan tashqari ko'p damir bilan ishlanadigan hamma narsalarni qiladilar. Men ekran ostida telefon raqamlarini qo'yib o'taman Adilbek ustani. O'zimiz og'amiz bu insonlar, biz ham yosh paytimizdan qiladigan ishlarini, albatta ishlarini, mahsulini, natijasini ko'rib kelyapmiz. Shuningdek kimdir ko'chma magazin kerak bo'ladigan bo'lsa, shuningdek xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ustaga telefon qilishlaringiz mumkin bo'ladi, qadrdonlar. Hammani topganini Alloh baraka bersin. Musofirda yurgan qadrdonlarim, sog' omon bo'linglar. Videoni sho'rnasha ko'rganlaringiz uchun hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Ustalik xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, sizlar uchun bir manfaatli videorolik bo'ladi deb buni yo'l-yo'lakay qilyapmiz, qadrdonlar. Bir layklarni bosing, izohlarda fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmanglar.